Ha, qaravoring. Ha, bor qara. U bu joyga o't qo'yib yubormasin tag'i. Nima gap bo'lsa ishlayman. Dadasi, problema. O'zsan turgan bitganning problema. Nima bo'ldi? O'tgan kuni dugonam to'y bo'luvdi-ku. Xo'sh, O'shanda oyjonni tilla truslarini so'rab oldim. Dugonam to'yga taqib bordim. xo'sh. O'sha tilla yo'q. Turjay maqtanishini qara buni. To'yda qoldirdimmi yoki uyga olib kelib qo'ydimmi bilmayman, xullas yo'q. Nima bari to'yda ichdingmi? Ha, yo'q, unchalik ichganimiz yo'q. Hazillashdim dadasi. O, alkash. Qayerga qo'yuvding? Butun uyni qarab chiqdim, yo'q. Shular turarmidi? Unda qidir. Yaxshilab ko'r. Xo'p. 아파트 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 Ha? Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Ojon tinchlik. Don sekin. Sizlarda faqat tinch, cheriz cho'l tinch. Mana to'ylaring bo'lganiga 3 yil bo'ldi, boladan darak yo'q. Yo'q, ba'zida notinch. Baqir chaqir qilinglar, menga farqi yo'q. Bitta navar olib kelinglar. Biz ham ba'zida shu haqda o'ylayapmiz. Bola o'ylov bilan paydo bo'lmaydi. Langchilar. Yurularing mana shunaqa don zeki o'ynab. Dadasi, tillarni nima qilamiz? Menda bir fikr bor. Rasm bor? Bor. Dadasi, to'xting. Bor turing. Mana tilla do'konni ham ko'raylik. Shuni odamga o'xshab tushuntirsang bo'ladi. Odam tortdi. Mana. Mana shundan bormi? Assalomu alaykum. Buyam do'konga xush kelibsizlar. Mumkinmi? Bor. Yes! Bor ekan.